Mana hurmatli do'stlar, keyingi xonadonimizda ham ishlarimiz bitib oldi. Devorlarimiz dekorplasdan orqasi falda bo'lib, falda bukib qilingan. Satenkalarimiz chiroyli idealni bo'lmasa ham yaxshi joylashgan, mumtoz joylashgan. Oynalar, rakinalar, dushol kabinalar pardasi bilan chiroyli qilib o'rnagan. Padjon qilingan buyog'lar g'ishtga o'xshab turib, kabel terilgan, chiroyli keramagranit kapilidan terilgan. Hammasi akkurat juda chiroyli bo'lib joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Hozir o'zim ichida ko'rsataman. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar, hammasi chiroyli va idealni bo'lib o'rnagan. Oynalar, pardalar, mana klavishli semestirlar. Hammasi bitta reyatga chiroyli bo'lib tushgan, chiroyli bo'lib o'rnagan, idealni bo'lib xudo xolasa. Kabellarimiz alohida boshqacha qilib berilgan keramagranitdan. Bu esa umumiy ko'rinishi juda chiroyli, ixcham bo'lib chiqqan. Yoqqan bo'lsa like bosing.